to'liq holatda full face qanaqa qilinishi kerak? Peshonadagi ajinlarda tortishimiz uchun. Bu individual tanlanadi hammaga. Qosh oralig'idagi ajinlarni kettirish, ko'ndalang va vertikal ajinlarni kettirish, ko'z atrofi, burun qanotlarini kichraytirish, burunni ko'tarish, nosogubkani ochish, yuzni tortish, zigomatikusga, chakka sohasini tortish, quloq oldi va orqasidagi ajinlarni yo'qotish, labdagi ajinlarni yo'qotish, labda ploskiy qilish, pastga siljitish uchun, dahandagi ajinlar, brila sohasini ko'tarish, yuzni aval qilish, bo'yindagi ajinlarni yo'qotish va tonusni qo'ydirib yuborish uchun to'liq holatdagi full face protsedurasi mana shunaqangi qilinishi kerak bo'ladi. Agar preparat rentoks taqiladigan bo'lsam, mana shu protseduraga 150 единица o'rtacha ketadi. Narxi 20-apreldan 20-maygacha $170 qilib belgilandi. Menga bog'lanish uchun quyidagi raqamga qo'ng'iroq qilasiz yoki Instagram direktdan yozsangiz ham bo'ladi. Ta'sir davomiyligi o'rtacha 6 oy.